Shu deyman, Instagram meni chap olganda. Shu video qo'yganim sari подписчиклар soni kamayib ketyapti. Bu nima degani bo'lsa, bilganlar bormi? Bunday kirib yozib o'tinglar. Mendan keyin boshlagan odamlar уже hamma taraflama o'tib ketishdi. Подписчик soni bo'yicha, u bo'yicha, bu bo'yicha qarabsiz kuchayib ketishyapti. Men bo'lsam tepaga ko'tarilishni o'rniga pastga qarab ketyapman. Shu men qayerdadir nimadir xato ish qilyapmanmi deymanda. Bu o'zbek zabon akalar chetdamsizlar. Bunday podlechkada bo'lib turinglar, bunday like, comment, подписка, bunday odam ruhan motivatsiya olsin, bunday ko'rib ha mana ko'payyapti ekan, meni videolarim qiziq ekan deb ko'ryapman, video ko'ryapsizlar videolarimni. Legimda hech shunday подписка bosib qo'yayim deb motivatsiya yordam beradigan narsa hech qanaydir sezmayapman daman shu. Samda ruhan поддержка beringlar, biz ham kuchayaylik endi. Biz ham meni videomni ko'radigan odamlar bor ekan deydi mana akalar, endi ruhan. Hop, bo'laylik ruhan. Bo'laylik biz ham. Prichoskani qarang, prichoskani ham. Vaqt yomon tez o'tyapti. Shunaqa tez kelib qolyapti. Shu qarang, soch o'sib ketganini qarang, baribir strижка qilish kerak. Shunaqa vaqt tez o'tyapti. Xuddiki kecha borib shu strижка qilganimdek mana. Bu futbolkani qarang, futbolkani g'ijimi chiqib bir o'tilab olsam bo'lardi. Nima qilaman, shuni kelib chiqardim. Kimga Wi-Fi kerak bo'lsa, kelaverasizlar, mana bu yerda men razdavat qilaman Wi-Fi. Wi-Fi uchun alohida chiqqan prichoskada bu. Bilibsizlarmi?